Assalomu alaykum, hurmatli asalarichilar. Bugun biz o'sha katta eski oilalardagi ona arilarni olib tashlab, uni o'rniga urug'langan yosh ona arilarni joylashni ko'rsatamiz. U oilalar qanchalik kuchli bo'lsa ham 10 ramka bo'ladimi, 15 ramka bo'ladimi, biz yasagan mana bu maxsus qafaschalarda qo'ysak, ular qabul qilib 100% qabul qilaveradi. Bu qafaschani bir qismi mana bu joyiga qandni joylashtiramiz. Bu yerdan 4 mm, 4,1, bu yerdan ona ari chiqib ketolmaydi. Ishchi arilar kiraveradi. Mana bu qismida uzunroq, bu qismini diametri 10 mm qandni to'ldirib, bu qismini bekitib qo'yamiz. Hozir shuni qilib ko'rsatamiz. Mana qandimizni joylashtiryapmiz. Mana qandini joylab bo'ldik ikkala qismiga. Bu qismlarda endi bizda shpritsdan qilgan qafaschamiz joyiga qo'yamiz. Mana qafaschamiz joyiga qo'ydik. Endi ikkala qismini qafaschamizni yaxshilab e'tibor beringlar. Mana bu yerlarda o'sha 2 mm yoriqchalardan iborat qilganmiz. Ona arini bemalol oiladagi arilar bilan muloqot qilish uchun. Endi bu qismda biz mana bu qandi bor joyini skovchlab qo'yamiz. Mana skovchladik. Mana azizlar, biz ona arimiz mana bu nimada urug'lanib olgan. Bu qismida ona ari qoladi. Bu qismida ona arini olamiz. Keyin ikkalasini qo'shib yuboramiz. Yaxshi kuchli atotka hosil qilamiz. Bu ona arini hozir topamiz. Aynorimiz, uni qanotidan ushlaymiz. Mana ona arimizni ushladik. Endi buni qafaschaga solamiz. Mana qafaschaga bitta ari bilan birga kirib ketdi, mayli. Ishchi ari kirsa ham bo'laveradi. Endi bu qismni bekitamiz. Mana bekitdik. Bekitib bu qismda ham mana bu qandi bor joyini skotch bilan bekitamiz. Mana do'stlar, ona arini biz qafaschaga soldik. Endi buni biz mana bu yerdagi hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bu oilamizda mana bu oilamizda yuqori qavatida yosh ona ari urug'langan nima bo'lyapti. Orasida ek qavatli setkali panjara bor. Uni pastidagi oilani biz onasini olganmiz. Shu onani hozir nimasini tepasini olib turib, o'sha yerga ona arini joylaymiz. Mana yuqoridagi yosh ona ari joylashgan bola arimiz bunday qoladi. Buni shunday qo'yib turamiz. Panjara bilan pastdagi oilamizda ona yo'q. Onasini 2,5 soat bo'ldi olganimizga. Shuni o'rtasiga mana bu biz yangi onamizni joylab qo'yamiz. Mana orasini ochamiz.
Mana o'rtoqlar qaranglar. Bu nimamizni joylaymiz mana. Mana bu qismini 2 kundan keyin skouchini olib tashlaymiz. Bu tomondagi skouchni 6 kun olib tashlaymiz. 2 kundan keyin olib tashlaganimizda bu tomondagi skouchni arilar mana bu qismdan o'tib ishchi arilar o'taveradi. Onarini boqib, onaridan onalik mahsulotini oilaga olib tarqatib turadi. Mana biz qo'ydik. Endi buni yaxshilab yaqinlashtirib qo'yamiz. Mana mana shunday qilib bu oilamizga biz urug'langan onarini qo'ydik. Endi buni ustiga qavatli setkali ajratish ustida turgan yosh oilani joylashtirib qo'yamiz. Do'stlar, buni yosh nimani joylashtirdik. Endi qopqog'ini bekitib qo'yamiz. Mana endi biz ko'nimiz to'q. 2 kundan keyin kelamiz tag'in. Tagidagi o'sha qafaschadagi kichkina bo'lmachadan skouchni olib tashlaymiz. Keyin 5 kunning oxirida ikkinchi tomondagi uzun qismidagi skouchni olib tashlaymiz va bundan xotirjam bo'ladi. Buni bir necha yillardan chog'i biz shu usulda foydalanamiz. Bu usulda arilar 100% qabul qiladi. Biror marta qabul qilmay qolgan joyi yo'q. O'sha arilarning ichida, qushli oilalarning ichida ham o'sha qafaschada ona ari 6 kundan oshiq tursa, arilar 100% qabul qiladi. O'sha 2 kundan keyin o'sha qafaschani ona ari chiqolmaydigan, ishchi ari kiradigan joyini ochib qo'ysa, u yerdan kirib xuddi arilar ona arini baqib turaveradi. Shunday qilib hamma oilalarimizga biz shu yosh urug'langan onalarni joylab chiqamiz. Tepasida ham yosh urug'langan oilalar bor. Shunday qilib ikkita yosh onali, 2 onali sistema hosil bo'lyapti. Bunda asal o'simigacha bular juda kuchayib ketadi. Shunday qilib asalni mo'l olishimizga imkon yaratiladi. Alloh taolo ko'pga bersin, ko'p qatorida ham bizga ham bersa, Xudo xolasa ko'p asal olamiz degan umiddamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.